Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve amma ba'd. Bugungi sizlar bilan gaplashmoqchi, suhbatlashmoqchi bo'lgan hadisimiz quyidagichadir. Rasul sallallohu alayhi va sallam aytibdilar: "Ajaban li amril mu'min." Mo'min insonning ishi ajoyibdir. Yoki-da mo'min insonning ishi naqadar ham bir go'zaldir degan ma'noda Rasululloh sallam ajablanib aytibdilar. Nima desa, inna amrahu kulluhu lahu khayr. Uni har bir ishi u uchun yaxshilikdir deyapti. Ya'ni nima ish qilmasinki, nima ish har qanday ish qilishdan qat'iy nazar uni foydasiga, unga yaxshilik bo'ladi deyapti. Bu ish qanday sodir bo'ladi? Rasululloh sallam o'zlari bayon qilib aytib beryaptilar. In asabathu sarra'u shakara. Agar unga biron bir xursandchilik yetadigan bo'lsa, xoh bu xursandchiligi dunyoviy bo'lsin, xoh bu xursandchiligi uxroviy bo'lsin, ya'ni oxiratga taalluqli bo'lsin, har qanday bir xursandchilik yetsa, shakara, shukr aytadi Alloh taologa. Fakana lahu khayra. Mana bu shukr aytganligi unga yaxshilik bo'ladi. Ya'ni biz bu dunyoda Alloh taolo bizga bir ilm berishligi mumkin. Olim misollardan bittasi qilib qo'yishligi mumkin. Dinga foydamiz keltiradigan katta odamlardan qilib qo'yishligi mumkin. Va hokazolar. Yoki-da dunyoga taalluqli bo'lgan bizga mol va davlat berishligi mumkin, boy qilib qo'yishligi mumkin, bola chaqalarimizni ko'paytirib qo'yishligi mumkin va hokazolar. Mana shunga o'xshagan bir xursandchilik yetganda shukr aytadi mo'min kishi deyapti. Alhamdulillah, Allohimga shukrlar bo'lsin deydi. Nimaga desa, chunki u narsani o'sha boylikni bergan ham, o'sha bola chaqani bergan ham, o'sha ahli oilani bergan ham bu kim? Alloh taolo. Alloh taolo berishligini xohladi va berdi. Agar xohlamasa bermardi. O'sha bandasiga bir yaxshilik bo'lishiga, ne'matini berishligini xohladi va berdi. Mana shunga ko'ra haligi mo'min inson bu narsani Allohdan ekanligini bilganligi uchun mana bu narsa vaqtinchalik va bu bir ne'mat va men bundan albatta so'ralarman deb bilganligi uchun Allohga shukr aytadi va undan foydalanib keladi. Ikkinchi holat mo'minda. Va in asabathu darra, agar unga biron bir zarar yetadigan bo'lsa yoki da musibat, qiyinchilik keladigan bo'lsa, sabara, sabrli qiladi. Fakana lahu khayra. Mana bu sabr qilganligi u uchun yaxshilik bo'ladi deyapti Rasululloh alayhi vasallam. Bizi holatimiz zan mo'min kishining ikki holati bor deydi ulamolar. Mana shu hadisdan kelib chiqib, birinchisi xursandchilik bo'lsa, ikkinchisi qiyinchilik payti. Alloh taolo bu hayotni har xil qilib yaratdi. Kimdir uchun qiyin, kimdir uchun oson, kimdir uchun xursandchilik, kimdir uchun xafagarchilik. Insonning hayotida bir kunlar bor xursand bo'ladi, ba'zi bir kunlar bor mahzun bo'ladi. Ba'zi bir kunlarda qiyin holatda bo'lsa, ba'zi bir kunlarda osonchilikda bo'ladi. Xullas Alloh taolo har xil qildi va ne'matini har xil holatda bandalariga berdi. Va shukr keltirganlarga, haqiqiy mo'min bo'lgan insonlarga ne'matini ziyoda qilib ham beradi. Xullas, bu dunyoda inson xursandchilikka yo'liqqanda, ya'ni inson deyotganimizda mo'min inson xursandchilikka yo'liqayotganda yoki unga har qanday holatdan, har bir tarafdan Alloh taolo tarafdan bo'lgan bir xursandchilik ne'mat kelganda shukr aytmoqligi kerakdir. Mana bu birinchi holat. Xoh bu kelgan xursandchilik biz bu dunyoda bo'lsin, xoh narigi oxiratimizga taalluqli bo'lsin, lekin ikki holatda ham shukr aytadi va Alloh taologa itoat qilishlikda davom etadi. Agar unga boylik keladigan bo'lsa yoki da imkoniyat yo'q holatda imkoniyat kengayadigan bo'lsa, mana bu narsani Alloh taoloning diniga xizmat qilishlik uchun, Alloh taolo shariatini oliy qilishlik uchun harakat qiladi-da, mana bu ne'mat bilan va shukr aytadi. Noshukrlik qilmaydi boshqa insonlar kabi. Birinchi holat endi alhamdulillah ko'p aksariyat musulmonlarda buni ko'ramiz. Ba'zilar xorij, ya'ni aksariyat musulmonlarga yaxshilik kelsa alhamdulillah deb Alloh taologa yo'lanamiz, Alloh taologa rahmat aytamiz. Ammo lekin bizni bir kasalligimiz yoki da bizni bir kamchiligimiz ikkinchi holatdadir, birodarlar. Ya'ni bizga qachonki qiyinchilik keladigan bo'lsa yoki da bir zarar yetadigan bo'lsa, qilayotgan ishimizni davom ettirmaymiz. Xossadan ibodatlarimizda. Namoz o'qiyotgan joyimizda qanaqadir bir namozimizga to'sadigan yoki namozimizdan biz qaytaradigan qiyinchilik, zarar yetadigan bo'lsa, kerak bo'lsa ko'p holatda ko'ramizki, namozlar tark qilinayotganligini ko'ramiz. Ibodatlarga e'tiborsizlik ko'payayotganini ko'ramiz.
Rasul sallallohu alayhi vasallam sabr qiladi degani. Bu sabr qiladi degani bu sabr qilib hali qilayotgan ishini to'xtatib qo'yadi degani emas. Qilayotgan ishda davomli bo'ladi. Mana bu ishda har qanday qiyinchilikka sabr qilib haligi ishni davom ettiradi deganidir. Besabrlik qilmaydi, balkim sabr qilib davom ettiradi. Agar siz namoz o'qiyotgan bo'lsangiz yoki ibodat qilayotgan bo'lsangiz, biron bir qiyinchilik kelsa uni tashlab yuborib turib, kelgan qiyinchilikka sabr qilib o'tirsangiz, u sizni holatingiz voy bo'ladi, holatingizga yomonlik kiradi. Alloh taolo bu qilgan ishni jazolaydi sizni. Chunki siz Alloh taoloning sizga farz qilib bergan ibodatlarni bajarishlikka buyurgansiz. Mana bu narsalarni bajarayotganingizda, xossatan mana islom dinida hayotimizga tatbiq qilmoqchi bo'lganimizda, islom shariatini butun hayotga olib kelmoqchi bo'lganimizda, mana bu ham Alloh taoloning bizga bergan farzlarning eng katta farzidir. Mana bu narsani bajarayotganimizda albatta bizga qiyinchiliklar yo'liqadi. Sinovlarga duch kelamiz. Mana bu yo'ldan bizni ozdiradigan fitnalarga duchor bo'lamiz. Mana bu paytda sabrli bo'lib, Alloh taologa yaqin bo'lib, Alloh taoloni unutmasdan, Alloh taolo bilan birga bo'lib, mana bu yo'lda qilayotgan ishimiz davomli bo'lib, mana bu yo'limizda sabrli bo'ladigan bo'lsak, mana shunda biz uchun yaxshilik bo'ladi. Agar biz kelgan qiyinchilikka sabr qilib, ammo lekin qilayotgan ishimizni tashlab yuboradigan bo'lsak, u biz uchun yaxshilik emas. U biz uchun yomonlik bo'ladi. Ammo lekin sabrli qiladigan bo'lsak, Alloh taolo bizni haligi ishni qilganimiz uchun ham va bu ishga sabr qilganimiz uchun ham bizga Alloh taolo ajrimizni 2 marotaba ko'paytirib beradi inshaalloh. Rasululloh sallam hadis davomida aytayaptiki, "Va laysa zalika li ahadin." Mana bu sifat faqatgina mu'min uchun bordir. Illa lil mu'min. Faqatgina mu'mindadir bu narsa. Mu'mindan boshqa inson bunaqa qila olmaydi. Ya'ni haqiqatda Alloh taologa mahkam bog'langan, Alloh taologa ishongan, Alloh taolo Robbim va u meni hokimim, u meni yaratgan, har bir ishni boshqarib turadigan u meni Robbimdir deb tanigan insonda, mu'minda mana shunaqa bo'ladi. Boshqacha inson bo'lsa, xursandchilik kelsa Alloh taolo toatidan uzoqlashib, Alloh taolo dinidan uzoqlashib, dunyoga berilib ketib qoladi. Zarar kelganda qilayotgan solih amallarini tashlab turib, mana bu zarar bilan ovora bo'lib qoladi. Mana shu musibatdan qo'rqqan holatda qilayotgan ishini tashlab yuboradi. Agar haqiqiy mu'min bo'lmasa. Ammo haqiqiy mu'min bo'lsa-chi, xursandchilik kelganda, mana bu kelgan xursandchilik, mana bu kelgan ne'matni qayerga sarflashlikni, nima qilishlikni biladi va mana bu uchun Alloh taologa shukr aytadi, hamd aytadi. Zarar yetganda Alloh taolo tomonidan mana bu qadar kelganligini, mana bu qazo bo'lganligini biladi-da va sabrli bo'ladi. Va qilayotgan ishida davom etadi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga mu'minning ishi qanday ham yaxshi deb sifatlab beryapti. Ajaban li amril mu'min. Mu'minning ishi ajoyibdir. Uni hamma ishi yaxshilikdir. Deb Rasululloh sallam bizga haqiqiy mu'min qanday bo'lishligini ko'rsatib bermoqda. Agar biron bir xursandchilik bo'lsa, shukr aytadigan bo'ladi, qiyinchilik kelganda sabrli bo'ladigan bo'ladi. Bizda asosan mana shu ikkinchi sifat yetishmay qoladi ba'zi holatlarda. Bizda yo'limizda mana bu to'g'ri yo'lda turishligimizda, to'g'ri yo'lga da'vat qilishligimizda, Alloh taolo dinini oliy qilishlikda har qanday sinovlar kelganda ba'zi bir joylar tark qilamiz, tashlab yuboramiz qilayotgan ishimizni. Yo'q, bunaqa bo'lishligi kerak emas, balkim sabrli bo'lishligimiz kerak. Mana bu yo'lda davom etishligimiz kerakdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadigan bir hadisda, qaysi bir musulmonga bir tikan kirsa yoki undan kattaroq musibat yetsa, Alloh shu bilan uni bir daraja ko'taradi va bu gunohdan poklaydi, to'kadi. Ya'ni hattoki mu'min kishiga biron bir tikan kiradigan bo'lsa, mana bu tikan Alloh taolo uni kirgizadi, o'sha mu'minning bir darajasini ko'tarishlik uchun yoki o'sha mu'min kishini dan bir gunohni yiqitishlik, yo'qotishlik uchun Alloh taolo bir zarar yetkazadi degan ma'noda kelyapti. Ya'ni hayotimizda har qanday qiyinchilikka uchramaylik, din yo'lida, Alloh taolo yo'lida. Albatta bu haliga dindan bo'lmagan bir yomon ishlar uchun ham qiyinchilik bilan sabr qilish kerak degani emas. Alloh saqlasin o'zi. Lekin to'g'ri yo'lda, haq yo'lda olib chiqishlik uchun, Alloh islom dinini ko'tarishlik uchun, Alloh taolo so'zini oliy qilishlik uchun mana bu yo'lda har qanday qiyinchilikka yo'l qilsak, biz xursand bo'laylikki, Alloh taolo bizni mana shu qiyinchilikka qilgan sabrimiz sababli, mana shu qiyinchilik, mana shu sinov sababli Alloh taolo biz darajamizni ko'paytirsa, ko'tarsa. Yoki mana shu qiyinchilik sababli bizni gunohimizni Alloh taolo olsa. Bundan oldingi bir hadisimizda sabr haqida gaplashib o'tganimizda aytuvdiki,
bandaga Alloh taolo balo yuboraveradi toki haligi banda bu dunyo hayotida, ya'niki bu dunyoda xatosiz yuradigan bo'lib qoladi deydi. Ya'ni bironta bir ustida bir xato kamchiligi bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni Alloh taolo uni har bitta qilgan sinoviga, har bitta qilgan bergan baloga, musibatiga sabr qilishligi bilan, sabrli bo'lishligi bilan haligini sabr qilganligi uchun gunohlarini mag'firat qilaveradi.